X5 necha pulga tushdi? X5 o'zim Toyota bilan shunday tengma-teng tushdi-da. 300 ga bilan barter qilib yubordingiz. Hozir komandir hamma alohida ishlab, o'rtaga pul tashlab keyin sochib oliladimi yo hamma ishlagan pul o'zigami? Yo'q, komandani ishlagan qanaqa puli? Misol uchun siz borsiz. Boshqalar ham bor. Ular o'zlari ham reklama olishadi, to'g'rimi? Ha, yo'q, ularga aniq qilmaymiz. Biz asosiy Bobur Mansur profildagi reklama. Значит, ular o'ziga olgan profillarini, pullarini o'ziga ishlatadi. Tegmaysiz ularga. Bo'ldi, tushunaman. Siz oylik berasiz ularga yo foiz? Yo'q, oylik emas, endi biz jamoamiz mana shu reklamadan tushgan pul hammaga o'sha teng bo'linadi. Pashti teng bo'linadi. Endi hammaning mehnatiga yarasha, lekin bir xil pashti. Xo'p, tushunarli. Ideyalarni o'sha vayn uchun ideyalarni kimdan olasiz? Endi asosan jamoa bilan o'tiramiz. Jamoa bilan masalan men sikletini olib kelsam, jamoa bilan to'ldiramiz yoki o'sha shaxsiy yoki kimdir olib kelsa, uni ideyasini ustida ishlab to'ldirib, keyin chiqaramiz. Sekret bo'lmasa kerak. Ya'ni 5000 so'm gapingiz bor edi-yu. O'sha xatdan chiqqanu 5000 so'm? 5000 so'm o'zi ana videolarda 5000 so'ravergan ekanmiz. Shu bitta, ikkita, uchta videoda birin-ketin 5000 dan so'raganmiz-da. O'zimiz ham bilmaganmiz. Keyinchalik 5000chi bolalarga 5000chi bolalarga deb chiqaramiz. Bilmayman qanaqadir o'sha 5000 miyaga o'tirganda, agar hammani o'zini o'sha sharoitidan kelib chiqib bo'lar ekan, o'sha payt bizda urfda 5000 yoki 10000, 5000 deb turib nonga chiqib kelib 5000 da uchun tilimizga o'cha tushgan. Masalan, kimdir puli ko'proq odam o'sha paytda balki $100 dan video olardi. Biz o'sha sharoitga, ko'rpaga yarasha yozib ketgansiz.